Oyijon, choy. Nima balo qilgansiz? Shunaqa ham bemaza ovqat qiladimi? Onangiz nima o'rgatgan sizga? Katta qiz, bitta ovqat qilishni bilmaydi. Har kuni shu ahvol. Bu kelini dastidan bir maza qilib tuzukroq ovqat ham yomasa ekan sadek bu xonadonda. Hey, menga qarang. Nadya oyijon. Chala bo'vat qilgan ishlaringiz, sal bunday gilamlarni tegini ko'tarib qiling. O'zi uyingizda ish qilganmisiz? Hop oyijon. Yaxshilab yuving, geli qolmasin. Keyin har bitta yuvganingizni bittadan toza chochuvga arting. Keyin u chochuvlarni hammasini yuvib qo'ying. Tushundingizmi? Bo'ladi oyijon. Voy, Behruz aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Hozir ovqatingizni tayyorlab Voy, menga qara, charchagan bo'lsang, kirib damingni ol, o'zim tayyorlab olaman. Voy, nega unaqa deysiz? Sizga tayyorlamasam kimga tayyorlayman? Qorningizdan bosh sochib ketgandir. Rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Ovqat degani ham shunaqa mazali bo'ladimi, ha? Ko'chadan bunaqa ovqatda pulga ham topib bo'lmaydi. Qo'ling dard ko'rmasin. Shunaqa shirin ovqatlar qilib, uylarni chinidek tozalab qo'yibsan, onasi. Baraka top. Boringga shukr. Rahmat hayotimda borliging uchun. Ismingni aytganda jilmayib bexos. Hislarni aytmayman sukutga tutqun. Chin dildan aytyapman. Ishon, so'zim rost. Rahmat hayotimda borliging uchun. So'zingda eng yaxshi dalda mujassam. Ko'zingda ko'raman sevgining kuchin. Eng yaxshi hislatlar. Bari senda jon. Rahmat hayotimda borliging